Facebook'da menden nurg'unlagan do'stlarimiz mundaq savollarni so'raydi. Men uni yaxshi ko'rma, haqiqiy yaxshi ko'rma, qanday qilishim kerak deb. Undaq bo'lsa, azizim, sizning nazaringizga haqiqiy yaxshi ko'rish sodi qanday bo'ladi? Meningcha, birisini haqiqiy yaxshi ko'rgan odam uning bilan teng jafo tortishni xohlaydigan bo'ladi. Navoda rohatni teng ko'rman desa, uni muhabbat degili bo'lsinmi? Muhabbat hargizmi bizga ko'ringandek oddiyliklar bilan o'zini mukammal chaqlab, iste'mol tushunchasi o'ziga to'liq mos birini izlashlar bilan tugallanib qolmaydi. Mencha bo'lsa, muhabbat shunday bo'ladi. Biz loyiq tanlashda nurg'un o'lcham shartlarni qo'yib oldik. Ammo kunlarning birida u o'lcham shartlarga yaqinmi kelmaydigan bir uchurdi-yu, ko'nglimiz yana shuni xohladi. Endi to'y turmushiga kelsak, uni tanlash degim keladi. Buningki muhim nuqta bizning shuncha odamlar orasida bir-birimizni tanlashimiz emas, balki qanchalik vaqt o'tib ketishidan qat'iy nazar tanlang desa, yana bir-birimizni tanlay olishimiz bo'ladi. Uningda muhabbatdan boshqa bir-biriga qalbini topshira oladigan mardlik, uzilmay hamdan o'tadigan moslik, shiraklarda unutilib qolmag'idek mehr deganlarni bor. Yana kelib, uningdagi muhabbatning ma'nosi texmi murakkab. Menga muhabbatdanmi bir-biriga muhtojlik bakrak muhim bilinadi. To'y qilish shu muhtojlikdan, shuningdek mardlik va hamdamliklarmi yana shu muhtojlikdan bo'ladi azizim. Men pishib yetlashingizga hamroh bo'lg'uchiman tanish do'stingiz Gulara. Muhtojligingiz yeningizga hamrohingizni qolsin.